Hammaga salom. Hamyon robotda qo'shimcha daromad qilishda ko'rsatib o'taman. Xo'p, bunda faqat star solish, sotish yoki shunga o'xshagan narsalar emas, ya'ni NFT gift olib, ustiga foyda qo'yib sotsizlar ham bo'ladi. Xo'p, buni qanday qilish mumkin? Botga kiramiz. Hamyon robot. NFT gift olish tugmasini bosamiz. Bu yerdan o'zimizga kerakli birorta market tanlaymiz. Xo'p, marketlar haqida tanishtirib o'taman. Tunnel gift market. Bunda auksion bor. O'zi bunda giftlar qimmat turadi, lekin auksion orqali arzon olsanglar bo'ladi. Xo'p, Amerikada gift market. Bunda eng arzon turadi-yu, lekin bunda kamroq, vibr kamroq bo'ladi, lekin eng arzon giftlar shunda bo'ladi. Portals. Bunda vibr ham ko'p, narxi o'rtacha bo'ladi. Xo'p, biz hozir eng arzon market orqali oldi-sotdi qilib ko'ramiz. Amerikada gift marketga kiramiz. Xo'p, marketga kirganimizdan keyin birinchi qiladigan ishimiz burchadagi profilimizni rasmi ustiga bosamiz. Bu yerdan connect orqali hammamiz ulab olishimiz kerak bo'ladi. Hammaga tavsiya qilaman, Myton Wallet'da ulab olinglar. Bu juda ham tez ishlaydi, komissiyalari ham, tezkorligi ham ancha zo'r. Xo'p, ulangandan keyin qaytamiz. O'zi xuddi shunaqa hammamiz ko'rinib qolgandan keyin endi marketni ko'ramiz. Xo'p, hozirgi vaqtda eng foyda qilinayotgan, foyda berayotgan giftlar, NFTlar asosan 10 ton, 15 ton tepasi qimmatroq giftlar yaxshi foyda beryapti. Xo'p, misol uchun bu yerdan tanlaymiz. NFT. Xo'p, men misol uchun shuni olaman. Nomini yozamiz, bitta qilamiz. Floor narxini ko'rgan bo'lsanglar, floor eng kam 19.5 ekan. Price ustiga bosib, narx belgilaymiz. 20 gacha qilib rezultatni ko'rish qilamiz. Shunda bizga filtrlab o'zi avtomatik eng arzon giftlar chiqarib beradi. Bu yerda endi qanday tanlash mumkin? NFT da qanday tanlash mumkin? Shunisiga e'tibor beringlar. Agar buni tez olib sotmoqchi bo'lsanglar, birinchi o'rinda e'tibor beradigan narsalar NFT da foizga e'tibor beringlar. Mana model foiz 2.9% turibdi. Bu model o'rtacha model deyiladi. Misol uchun yana boshqa modelni ko'radigan bo'lsak, mana bu modelni ko'rsak. 1.5 bu model undan ham tez sotiladi degani, lekin bozor narxini ham, bozor holatini ham ko'rish kerak. 1.5. Xuddi shunday bo'lgandan keyin endi bozorni ko'ramiz. Misol uchun modelni ko'raveramiz, modelni o'qiymiz. Qaysi NFT olsak ko'proq foyda qilish mumkin? Asosan Telegram market orqali oldi-sotdi qilsanglar bo'ladi. Ya'ni Amerikadan olasizlarda, Telegram market orqali ustiga foyda qo'yib sotsanglar, foyda tezroq sotsanglar bo'ladi. Xo'p, ikkita modelni ko'ramiz. Brown bilan bu modellarda. Xo'p, modelni ko'rish uchun shu Amerikadan o'zini rasmiy profiliga o'tamizda, hadeb yuborish ustiga bosib, shu yerda orqali narxlar ko'rsak bo'ladi. Xo'p, misol uchun bizga bu kerak. Brown ko'ramiz. Brown pur. Xo'p, tonga sotadigan bo'lsa 29 ton ekan, lekin 10% ni hisobga olsak, shundan ham foyda qilyapmiz. Starsga sotadigan bo'lsa, eng minimalkasi 4.5 stars ekan. Bundan ham normal foyda qilyapmiz. Xullas, Amerikadan olib chiqib, Telegram marketda sotsanglar 100% foyda qilasizlar. Xo'p, bu 4.5 ekan. Endi keyingisini ko'ramiz. Buniki 27 3600. Xo'p, buni foizi kam bo'lgani bilan, lekin bunga talab kam ekan. Shuning uchun buni olmaymizda 2.9 lik Brown full olamiz. Xo'p, foniga unchalik e'tibor berishlar shart emas. Eng e'tibor beradigan narsalar shu bozorda talabga qarab olishlar kerak bo'ladi. Mana bozorda qaysi qimmatroq turibdi? Misol foizi balandroq bo'lsa ham, shu qimmatroq turibdimi, demak shu ko'proq sotilayapti ekan, demak shuni olsak bo'ladi. Xo'p, foniga keladigan bo'lsak, foni iloji boricha qora model yoki shu qoraga yaqinroq modellar olsanglar tezroq sotilib ketadi. Xo'p, mana misol uchun mana bu giftni olamiz. Bu giftni men kecha olgandim. 6-yanvar kuni olgandim. 6-yanvar kuni ertasi kuni sotib oldim. Ya'ni men narxini yozib qo'yganman. 441 ming so'mga olingan, so'mga hisoblanganda 503 ming so'mga sotilgan. Ya'ni o'rtacha 60 mingdan balandroq foyda qilinyapti bir kunning o'zida, bitta giftni o'zida.
Agar bunaqadan 10 ta sotsanglar, bir kunda 600 ming naqd degani, sotilgan holatini ham ko'rsatib qo'yaman. Bizlar bo'ladi, o'sha 6-yanvar kuni olingan narsa 7-yanvar kuni mana shu sotilib ketyapti. Xuddi shunday qilib narxlar o'rtacha qo'ysanglar, bir kun, uzoq 2 kunda sotilib ketadi. 1-2 kun ichida o'sha 500-600 ming foyda ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, endi biz o'sha savdoni boshlaymiz. Endi asosiy ish qanday qilib sotib olish mumkin? Xo'p, shuni olamiz. Menga shu gift yoqdi. Mana shuni olib sotib ko'ramiz. Buning uchun bizga ton kerak bo'ladi. Tonni qayerdan olishni yaxshi bilasizlar. Hamyon robotga kirasizda, ton olish tugmasini bosib, ton sotib olsangiz bo'ladi. Har kun ertalab soat 9:00 dan 23:00 gacha bot 100% faol bo'ladi, 100% ishlatsanglar bo'ladi. Ton narxlari ham 100% ancha arzon va ishonchli. Xo'p, hamyon robotdan ton olganinglardan keyin o'zingizlarda Myton Wallet hamyonlarga olasizlar tonni Amerikadaga o'tasizlar. Xo'p, shu 19.99 lik gift olamiz. Komissiyasini ham qo'shamiz. Komissiyasi 0.2 ton bo'ladi. Ya'ni biz hozir bu yerga 20.02 ton deposit qilishimiz kerak bo'ladi. Hamyon robotdan 20.02 ton, hamyon robotdan 20.03 ton olasiz haykmanga qarshi, bu yerga 20.02 ton deposit qilamiz. Deposit qilish ko'rsatib o'tman. Plus tugmasini bosamiz. Agar bitta gift olmoqchi bo'lsanglar, NFT olmoqchi bo'lsanglar, 0.2 deposit bosamiz. Xo'p, отправить qilamiz Amerikadaga. Telegramga qaytamiz. Endi ozgina kutamiz ton kelib olishni. Bo'ldi, ton keldi. Ko'rishlarmidi 22 keldi. Xo'p, endi sotib olamiz. Biz oladiganimiz buni sotib olamiz. Sotib olish uchun shu narx ustiga bosamiz va bu qilamiz. Bo'ldi, sotib olindi. Xo'p, endi keyin qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Keyin qiladigan ishimiz shu Amerikada bank, ya'ni buni shaxsiy o'zini admin profiliga o'tamizda, bunga salom deb yozib qo'yamiz. Salom yoki deb yozib отправить jo'natib qo'yasizda, keyin yana qaytib marketga o'tasiz. Marketga o'tib bu tugmani bosasiz. Bu yerdan unlisted ustiga bosasiz va bu yerda siz olgan NFT turgan bo'ladi. Xo'p, buni endi siz strelkani ustiga bosishingiz kerak bo'ladi. Shunda bu gift qaytib chiqadi. Shu yerda yozyapti, NFT'da profilni chiqarasan deyapti. Yes qilamiz. Bo'ldi, NFT bizni profilga o'tib ketdi. Ozgina kutsak, profil NFT keladi. Xo'p, mana o'sha NFT'miz keldi. Endi NFT'da sotuvga qo'yamiz. Xo'p, men ko'proq Starsga sotaman. Xohlaysizlar, tonga xohlaysizlar Starsga sotishlar mumkin. Narx ko'ra olamiz. Xo'p, model bo'yicha narxlaymiz. Brown full model. Amerikadan o'ziga o'tamiz. Hadi yuborish. Amerikada o'zida ham sotsanglar bo'ladi, lekin uni ko'p vaqt ushlab qolyapti. Shuning uchun men Telegram market tanladim sotish uchun. Xo'p, Brown full ko'ramiz. Xo'p, tonga sotadigan bo'lsa 29 ton ekan. Biz hozir buni 19.9 tonga oldik. O'rtacha 28,5 tonga sotsak, tezda sotilib ketib qoladi. Xo'p, Starsga sotadigan bo'lsak, eng minimal gaz 4,5 ekan. 4400 ga qo'yib men sotuvga ko'p qo'yaman. Xo'p, menga ko'proq Stars kerak bo'ladi, shuning uchun Starsga qo'yaman. Starsga yoki tonga sotuvga qo'yadigan bo'lsalar, mabodo tonga sotuvga qo'yadigan bo'lsalar, eslatib o'taman, ton profillarga tushgandan keyin 3 kundan keyin chiqarib olsanglar bo'ladi. Starsga sotuvga qo'yadigan bo'lsalar, Stars 21 kundan keyin chiqarib olsanglar bo'ladi. Mabodo Starsga sotadigan bo'lsanglar, pulni 21 kun kutmasdan tezroq olishni xohlasanglar, yana hamyon robotga qaytasizda, shu profilga tushgan Starslarni sotib olsanglar bo'ladi tezda. Xo'p, sotuvga qo'yamiz. NFT ustiga qo'yib, ustiga bosib, ko'rish qilib, sotish qilamiz. Xo'p, misol uchun bunday pozitsiya ekan bosadigan bo'lsa tonga o'tib qoladi.
mabodo shu Telegram marketing narxga qo'yadigan bo'lsak, mana qancha bo'ladi? Misol 29 so'm qo'yadigan bo'lsak, bizga keladigan 26,1. Shu yerda o'zida kamida 6 ton foyda qilyapmiz. Xo'p, men tonga qo'ymayman-da, starsga qo'yaman. 4450. Resportsal. 1,5 millionlik NFT. Bu xuddi shunday qilib NFT'lar olib, sotib foyda qilsanglar bo'ladi. Foyda qiladigan NFT aytib o'taman. 3 ton yoki 4 tonli NFT'lardan hozircha foyda qilib bo'lmayapti. O'tgan yilgi holatda foyda qilsa bo'lardi, lekin hozir umuman foyda qilish o'ta minimalka darajaga to'g'ri kelib qoldi. Foyda qilish xohlaysanglar, eng kamida 10 tonni tepasi yoki 10 ton atrofida NFT olib sotib qilsanglar, yaxshi foyda qilasizlar. Kamida 15-20 tonli NFT'lar sizlarga tavsiya qilaman. Xullas, hammaga omad. Video ko'rgan bo'lsanglar, hozirroq NFT olib, hozirroq birjaga kirib savdoni boshlanglar. Bitta gift o'zidan 60-70 ming foyda qilsanglar, endi o'ylab qo'yinglar, 10 ta sotib qo'ysanglar 500 ming 600 ming foyda qilsanglar bo'ladi. Bir kunning o'zida oddiy trade, NFT trade desa bo'ladi. Xullas, hammaga omad, sinab ko'ringlar. Ton kerak bo'lsa, Hammer robotdan olinglar, ishonchli 100%, ham arzon. Sotmoqchi bo'lsanglar ham shu Hammer robotga sotinglar. Stars kerak bo'lsa ham Hammer robotdan olinglar. Stars sotmoqchi bo'lsanglar ham Hammer robotga sotinglar. Videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. YouTubedan, Instagramdan ko'rayotganlar.